Ma'qulni apam bilmaydi degine. Mening azroq ko'nglim qolgan narsani apyasi. Jumi? Bexatarlik diqqat qildim. O'zing to'q asra. Ha? Of. Dada, bundaki sırf tuturup kalsam gap qilmag'ina xijilib qoldi ekanman. Neymiş bolam? Nemidan xijil bo'lsa? Mening do'stlarim san yuk mashin saylaydigan uqmaydi. Har qadam uchrab qalsang usti ishing to'polib uchraydi ekan, sadim xijil qo'g'izib. Nihala, kimga gap qilyapsa? Nimdayapsa? Ma dadangchimi seninki? Bu dadang bir ko'chada uchrab qolsa xijil bo'lib qolgandek. Bu dadang nima ish qilibdi? Bulangchilik qilibdimi? O'g'irlik qilibdimi ya? Qara deyotgan gapini. Bo'ldi apsi, gap qilmanglar. Bola cho'ng bo'lib qoldi emasmi? Men bu turqimda sen bilan paranlasam, haqiqatan do'stlarimning oldida xijil bo'lib qolsa, ma'qul qildim. Ben bu nekin ko'ch-ko'ylarda sen bilan ko'rishib qolsam, sen gap qilmay, paranlashmaylik bulamda. İşte. Jim o'tiring ha. Nimaga xijil oldu nimaga? Ma'qul deb bir bo'g'ayishma bu. Qandaq degan gap bu. Voy dadasiga shunday gap qilamda. Bal degani-chi, to'g'ri usulda, to'g'ri yo'lda tarbiyalash kerak. Men qarasang deb qo'yay. Ma dadangchi sen avval maktabda o'qivatsang, oyda 2000 qo'ynasan, evet birvatidi. Ha, bildikansa ha shuni. Olaman deganingni avatsa, yeyman deganingni yavatsa, nima desang shuni qilib birvatidi. Ma dadangchi, san shu pullarni yetkizman, vaqtida qizim xashlasin deb, tas qoldi mashina vaqasiga uchrab. Jim o'tiring ha. Nima desam ma'qul deb. Men qara, bilmagan bo'lsangchi bildirib qo'yay. Senchi saboqdoshlarim bilan Poloniyaga ishkir o'lkalar sayohatga borman degan vaqtingda, ma dadang kechini kunduzga ulab, bu yuk mashinasini haydab, tas qoldi qatnash vaqasiga uchirg'ili. Elimi aşı sana aş pulni yetkizib berman vaqtida deb qimig'ini qamidi. Japonni o'lgidek tortyapti. Sen nimda vatsa bu yerda? Ha? Dadang jinin tikib turib topgan pul bilan senchi bexaraman ishga berib o'ynab kelding. Men 45 yosh kiribdim-a. Hozirgacha taqma uydan taloq chiqib baqmadim. U ishkir o'lkir degan yerlarni bilmayman. Ma dadang ishkimiz yemay yegizib, kiymay kiygizib, seni ming bir japoda cho'nqsa, endi dadangga mushundaq gap qilamsa? Ha? Bo'ldi bolam, yig'lama. Ha? Bo'ldi. Yuring, kirib ketaylik. Qandaq qisqsin? Qandaq degan gap bu? Canım balam. Pul az bo'lsin. Finansab qo'y. Bu pulni dadang ming bir japoda ishlab topgan pul jinim balam. O pulni bir tejabara xashlasa jumi. Aql bo'lsin qizim. Aql bo'lsin. Ben bozma sen. Ma'qul, o'z diqqat qil jumi balam. Yo'qmi opa? Yo'lda diqqat qil bola. Ha? Xo'sh. Xo'sh opa. Xo'sh bolam. Kızım, to'xta. Ma'qulni apam bilmaydi degine. Mening azroq ko'nglim qolgan narsani apyasi. Jumi? Bexatarlik diqqat qildim. O'zing to'q asra. Ha? Aman bo'l bolam. Ma'qul. Xo'sh. Xo'sh. Kirib ketdi da. Yo'lda diqqat qil bolam. Ha. Xo'sh. Xo'sh. Sabayam möhteremi nurlu çırayın dadam. Tağlarım niyem, osmenim niyem. Bugun shundoq qilib qayerga mangdigan bo'ldingiz? İşkirge kira chiqib qoldi xotin. Ha, shu yerga bormoqchi. Balki hatto 10 kun hayal bo'lib qolishi mumkin. Yo'lda diqqat qiling amsa. Ma'qul apsi. Nega qolmoqchimi? Bo'ladi. Dada? Telefon bera? Nemiz bo'lsa? Bera? Bana dada. Ben sana iftihar hapsineki a'zoliqini ichib qo'ydim. Uzun yolda maqsa emasmi, shunga
zerikip kalma, hem müydep kalma. Avazlık eserini anlatmazsan müydep kalmaysa. Voy rahmat balam, rahmat. Japa tatibsan. Acayip xush qildim. Shu uzun safarga chiqqancha bakma zerikib ketatdim. Buni qancha pul to'ldi? Pulni men beray. Vay ya, qaytada zırla paliyat qilibdi. İnkas rayonuna iftixar abisi an qalbdi, istab 2 sal yurak yaqsaq bağı. Ha. Son bir haftalık azalıqni haqsiz sovuq qildi ekan. Oy, mundaq yaxshi ish ekanda. Voy ish bo'ldi. Ha. Japa tatibsiz qizim. Tatlısı endi. Unchalik ishda qilmam do'st. Shunday. Dada. Meni kechirgan, tushungan bir xato gap qilibdim men. Akşamdan xiyal o'ylashdim. Bir kichik qilib qopdim men. Bir kichik qilib qopdim dada. Men seni herkes nomus qilmayman. Seni qani yaxshi dadam. Rahmat balam. Endi bizning qizimizga o'xshading balam. Ata-onamiz siz nomus qilgan kishilar emas. Balki siz bir umr rahmat aytib qarzini to'ydirmaydigan kishilardir.